bahori xalqaro folklor festivali doirasida xalqaro taomlar tanlovi ham o'tkazilyapti. Ushbu tanlovda esa dunyoning turli nuqtalaridan kelgan oshpazlar juda ham faol ishtirok etishyapti. Jumladan Ozarbayjon, Qirg'iziston, Turkiya, Monako, Hindiston kabi ko'plab davlatlardan kelgan mehmonlar mana shunaqa bir-biridan mazali, lazzatli bo'lgan, o'z xalqiga xos bo'lgan taomlarni tayyorlashyapti. Men avvalo bütün o'zbek xalqina o'z derin tashakkurimni bildiraman. Boshda men avvalo butun o'zbek xalqiga o'z minnatdorligimni bildirmoqchiman. Bu xalqaro festivalni o'tkazayotgan tashkilotchilarga Ozarbayjon xalqi nomidan rahmat aytmoqchiman. Festival juda ajoyib o'tmoqda. O'zimiz ham aylanyapmiz, dam olyapmiz. Kecha Ozarbayjonning eng mashhur taomi shahpalovni tayyorladik. Bugun esa bug'lama taomi tayyorlayapmiz. Juda totli va lazzatli. Kecha tayyorlagan taomimiz sizning xalqingizga ham juda manzur keldi. Tashakkurlarini bildirdilar. Men ham ularga minnatdorchilik bildirdim. O'ylaymanki, bu taomimiz ham barchaga yoqadi. Biz aslida qardosh millat vakillarimiz. Taomlarimiz ham, madaniyatimiz ham bir xil. O'zbek milliy taomlaridan eng mashhur bo'lgan oshni men ham tayyorlashga qiziqqanman. Bizning ham o'lkamizda oshni barcha juda yaxshi ko'radi. Sizin o'lkada, bizim o'lkada, musulmon o'lkalari men düşüncemizce aşı çok sevirler. Demak, mana shu tanlovda yana bir qirg'izistonlik vakilimiz ham ishtirok etishyapti. Demak, ularni ham suhbatga tortamiz. Bizga hozir o'sha Bo'ysundagi festival juda yuqori saviyada tashkil etilgan. Bu yerda ayni mavsumda yetishayotgan yangi sabzavot va mevalardan foydalanilgani alohida e'tiborga loyiq. Mahalliy mahsulotlarning tabiiyligi va sifati tayyorlangan taomlarda yaqqol sezilyapti. Shu bois taomlar nafaqat mazali, balki o'ziga xos milliy ruhni ham namoyon etmoqda. Men O'zbekistonga bir necha bor kelganman va har safar bu yurtga bo'lgan qiziqishim yanada ortadi. Bugun festival davomida esa nafaqat milliy taomlar, balki hududlarning o'ziga xos madaniyati keng namoyish etilganining guvohi bo'lmoqdaman. Bu kabi tadbirlarni o'tkazayotgan tashkilotchilarga ham minnatdorlik bildirib qolaman. Cho'ng rahmat. Bo'ysun bahori bu etnik festival hisoblanadi. Folklor jamoalari, ya'ni mana shu har bir xalqni etnik bir madaniyati, urf-odatlari yoki bo'lmasa mana shunaqa bir gastronomiyasi desak bo'ladi. Mana shu tadbirda yanada diversifikatsiya, kengaytirish maqsadida o'sha yo'nalishlarini bizda hozirgi kunda mana shu yilgi tadbir jarayonlarimizga xalqaro oshpazlarni taklif qilganmiz. 10 ta davlatdan kelgan oshpazlarimiz, har bir xalq o'zini milliy, o'sha etnik o'zini ovqatlarini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari bu yil juda ham katta tayyorgarlik bo'ldi. Rekord tandirga nominatsiya berish jarayonidamiz. Bundan tashqari xalqaro oshpazlar ishtirokida o'tayotgan bellashuvda ham har bir davlatda ovqatlari demak tayyorlanadi va ularda nominatsiyalar beriladi. Bu yilgi festivalga ochilishdan oldin mehmonlar kelib boshlagandi, lekin asosiy ochilish kuniga 100 mingdan oshiq mehmonlar tashrif buyurdi. Buni ichida xorijiy ham mahalliy mehmonlarimiz bor. Bo'ysun bahori xalqaro folklor festivali doirasida barcha hududlar o'zlariga ajratilgan pavilyonlarda, qo'rg'onlarda milliylikni ifoda etishga harakat qilishyapti. Biz ayni damda Uzun tumani uchun ajratilgan qo'rg'onga kirmoqdamiz va bu yerda ham aytishimiz mumkinki, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz keng aks ettirishga harakat qilingan va mana shu qo'rg'onga kirganimiz bilan dastlab e'tiborimizni mana shunday Bobotog' dekoratsiyasi tortyapti. Bilamizki, Uzun tumani Bobotog' tog' tizmasi bilan ham juda ham mashhur va festival doirasida mana shunaqa tumanning tashrif qog'oziga aylangan manzillarini aks ettiruvchi dekoratsiyalar, maketlar ham yaratilgani barchaning diqqatini tortmay qolmayapti. Va qo'rg'on bo'ylab yurar ekanmiz, milliylik va zamonaviylik nafasini ham bir barakayiga sezishimiz mumkin bo'ladi. Guvohi bo'layotganingizdek, mazkur qo'rg'on ham bugun gavjum va festivalning ikkinchi kuni doirasida ko'plab bu yerda tanlovlar, festivallar, alohida bir namoyishlar ham o'tkazilyapti. Yosh ijodkorlar tomonidan, rassomlar tomonidan ajoyib bir rasmlar ko'rgazmasi ham namoyish etilyapti. Bu ham o'z navbatida festivalga kelayotgan mehmonlarda iliq, yuqori bir kayfiyatni uyg'otyapti. Choryor bobo mana
o'zingiz asallarni namoyish qilayotgan ekansiz mehmonlarimizga ham. Bilamizki, asal sog'liq uchun juda ham foydali bo'lgan, hech qachon qaynamaydigan mahsulot hisoblanadi, shunday emasmi? Siz bu asalarichilik faoliyati bilan qachondan beri shug'ullanib kelyapsiz? Shular haqida so'zlab bering. Asalarichilik faoliyati bilan ko'p yillardan beri shug'ullanaman. Mana asallarni ko'p yillardan beri ishlab, mehnat qilib yetishtiramiz. Har yili ulkan tonna asallar yetirib, xalqimizning dasturxoniga qo'shamiz. Asal juda sog'liqqa foydasi katta. Ibn Sino bobomiz aytganlar, bir qoshiq asal shifo. Arlarning gulchangini olamiz asallardan. Bular bo'lsa har qanday odamning immunitetini ko'tarishga yordam beradi. Mana asallarning o'ligi, bunga spirt qo'shsangiz, har qanday og'riq joylarga sursangiz foyda beradi. Bu yilgi chiqishlar qanday bo'lyapti? Yurtdoshlarimiz, mehmonlar sizlarni qanday kutib olishyapti endi? Mehmonlar juda yaxshi kutib olyapti. Mana yurtimizda bahor, Boysun bahorida folklor festivalida jamoamiz bilan birgalikda ishtirok etyapmiz. Dunyoning turli joylaridan turistlar tashrif buyurgan, bayram kayfiyati juda ham zo'r. Jamoamiz bilan bugungi Boysun bahor festivaliga juda katta tayyorgarliklar bilan kelganmiz. Bayramlarimiz juda ajoyib, juda ham zo'r bo'ladi. Kayfiyatlar a'lo. Mana hammada festivalda mana shunaqa milliy san'atimizni targ'ib qilishda nimalarga ahamiyat beryapsizlar ko'proq? Qanaqa qo'shiqlar? Ko'proq bizda o'zimizni Uzun tumani Oqvoq folklor ansamblimizda o'zimizni Bobotog' hududlaridan olingan milliy qadriyatli qo'shiqlarimiz bilan bugungi kunda ijod qilib kelyapmiz. Bu ansamblimiz 1999-yil tashkil etib, 2018-yilda unvon olgan. Hozirgi kunda mana shu davlatimiz tadbirlarida, Boysun bahorlarida, mustaqillik bayramlarimizda doim xizmat qilib kelyapmiz. Albatta festivalga yanada yorqin bir ko'tarinki ruhni bermoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta ko'rayotganingizdek turli millat, elat vakillari o'zlarining milliy folklor san'atini keng targ'ib etishmoqda. Ularni esa tomoshabinlar mana shunday keng olqishlayapti, mamnun bo'lyapti. Aytishimiz mumkinki, har bir davlatdan kelgan jamoa bu festivalga o'zgacha tayyorgarlik, hozirlik ko'rishgan ekan. Bugun ayni damda mana shu badiiy sahnada, badiiy maydonda ularning mahorati, kuy-qo'shiqlari namoyon etilmoqda. Samarqand viloyati Nurobod tumanidan Boysun bahori folklor festivaliga qatnashyapmiz. Yangi O'zbekiston xalqiga mana shunday yaxshi bayramlar yarashadi. Muhtaram prezident bobomiz boshchiligida mana shunday bayramlar tez-tez juda ham xalqqa yoqadigan qilib o'tkazilyapti. Biz bundan juda ham minnatdormiz. Bu festival an'anaviy ravishda 2 yilda bir marta o'tkaziladi. Boysun bahori xalqaro folklor festivali. Endi festivalning asosiy maqsadi bugun o'sha globallashuv jarayonida millatlar o'rtasida, xalqlar o'rtasidagi do'stlikni, hamkorlikni, madaniy aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan desak to'g'ri bo'ladi. Endi bu festivalda dunyoning 20 dan oshiq davlatlaridan badiiy jamoalar qatnashyapti. Bu yerda asosiy talab faqatgina jonli ijroda ya'ni chiqish qilishini talab qilindi. Birinchi navbatda ularning tashqi ko'rinishi, liboslari, rekvizitlariga e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari olib chiqayotgan mavzuni qanchalik ahamiyatliligi, qanchalik dolzarbligiga e'tibor qaratiladi. Uchinchisi ijro mahoratiga e'tibor qaratildi. Ya'ni ijroda nimaga e'tibor qaratilyapti va nimani yo'lga qo'yapti va folklorga nima olib kirdi. Endi sahnaga chiqqan mana bu ertalabdan boshlagan hozirgacha 9 ta xorijiy davlatni badiiy jamoalarni ko'rib chiqdik. Bulardagi asosiy e'tibor har bir davlatning o'zini milliy sozlarini olib chiqish. Ya'ni milliy sozlarni qanaqa olib chiqilyapti? Chunki juda ham ko'p milliy sozlar bugungi kunda unutilib ketdi, e'tibor kam bo'lyapti. Shuning uchun ham milliy sozlarga juda ham alohida e'tibor qaratildi. Sahnaviy ko'rinish, ya'ni so'z, soz, ohang, harakat uyg'unlashganmi? Bu yerda bir qanaqadir uyg'unlik, sintez borligiga ham alohida e'tibor qaratildi. Bularning hammasini har bir detal bo'yicha alohida baholanib boryapti.